Mana bugun 26 aprel. Bölçetiride ishlayapmiz. Mana shu yerda mana shlankalarni suvni ochib, suvni quyib yuribmiz. Bu sug'orish tizim ekan. Mana ularni mana sug'orilyapti. Mana shunday shlankada mana ochib turib, mondamni ochaman shlankada. Mana qilib, mana paqirchalarga, gasholarga quyib yuribman. Mana bu yerda olma bor, o'rik bor, gilos bor, archa bor, sliva bor. Mana lipa degan yangi daraxtlar bor ekan mana. Lipa, Yevropeyskiy palida. Bölçetiri degan joy. Dereva to'r degani mana shu yerda ekan. Shu yerda suv ochib, suv quyib yuribmiz. Mana dala. O'nit mana suv to'planib, suv quyadigan, shu yerdan suv oladigan katta hovuz. So'rtalarga mana baylab chiqar ekan. Chiqar ekan. Bu malovi derova piyat deb piyat ekan. Mana teleshka ekan mana. Teleshka. Mana beryozalar bor ekan. Mana archani 5-6 xil turlari bor. Mana uzumga o'xshab 4 taqilib baylagan. Mana o'rik. Shu gullashni boshlayapti. O'rik gullayapti mana ko'chat. Haqada mana olma ham gullashni boshlabdi mana. Olma gullayapti ekan. Olma ham mana gullashni boshlaydi deyapti. Mana yoqda beryozalar, archalar bor ekan. Mana olma gullayapti ekan, mana qizil olma. Yablona dekorativniy Everest. Mana olmalar gullayapti ekan, kichkina qizil olma bo'lar ekan. Har xil dekorativniy mana tol ekan mana shu. O'zimiz O'zbekistondagi tol. Iva belaya deb ekan, serebristaya vetla. Tol o'xshaydi. O'zimizda tol bor, qora tol. Shunaqa yo'q. Bu lekin beryoza pavislaya. Bu ham beryozani boshqa bir turi ekan. Mana o'rik borlar ekan bu yerlarda mana o'rik. Mana qo'qon gilozlar gullayapti mana. Qo'qon gilozlar gullashni boshladi bu yerda. Mana Kalugada Xvostovskiy rayon Avdeyevka qishlog'idamiz. Mana qo'qon giloz, o'rik, olma gullashni boshladi xudo xolisa. Mana shu yerlarda ishlar yuribmizda. Kamina Kamtarin Avazbek hamisha muxlislarimiz uchun, prosmotrlar uchun yana bir yangi Marusin Sat degan firmamiz nomi. Shu yerdan video olyapmiz.
hamma tele tomoshabinlarimizga ma'qul kelar deb o'ylayman. Mayli salomat bo'linglar, tinch bo'linglar. Xo'p, xayr. Mana mayoqlarda ham mana korobkani singari konteyner qilib biyoqlarga ham 4 yashar, 5 yashar ko'chatlarni ajratib qo'yib qo'yibdi. Uni tomchilab sug'orib, shlankalar tortib tayyor qilib qo'ygan. Mana videolar mana tutlar bor ekan, mana tutga o'xshaydi ekan. Yashir shavi deb qo'yibdi. Bu pastga egilib turadigan manzarali tutga o'xshagan daraxt ekan bu. Chetlarda ishlayapti mana. Paris. Lekin Rabinka смешанная. Bunu bekim. Bu ham Rabinka смешанная. Orası güllepti mana. Hamma yo'q yaxshi. Bari dekorativniy narsalar ekan bu. Mana bu akatsiyaga o'xshaydi ekan. Tikani bor. Chetlarda mana ishlar yuribmizda. Mana akatsiyaga o'xshaydi. Tikani. Боярышник обыкновенный. Kıvıst. O güllagan narsa nima ekan? Nimalarda gullayapti ekan? Хранение. Irga ekan. Irga kanadskaya irga ekan. Bu ham mana gullayapti. Shu masjidda yaxshi ishlar yuribmiz, tinchimiz, omonmiz. Mayli do'stlar, sizlarga yoqadi degan videolarimdan yana bittasi. Tinch bo'linglar, omon bo'linglar, sog' bo'linglar. Yaxshi kunda ko'rishib gaplashaylik. Xayr. Esdalik uchun. Marusin Sattan, Kalugadan esdalik.